Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Baysungur Mirzining qochqanlik xabarini olgan Bobur sarkarda lashkarlarini boshlab Samarqand shahriga to'solg'usiz kirib keldida, Udul o'rdidagi Bo'ston saroyiga kirib taxtda o'tirdi. Sultan Ali Mirza Boburning taxtda o'tirganini ko'rishni xohlamadimi yoki shaharga kirgandan keyin Boburning badniyatli qilib jiniga qasd qilishidan ansirdimi? Va yoki o'tgan yili kuzda qilishgan ahdi bo'yicha o'ziga tegil bo'lgan viloyatlarni darhol ilkiga elib lashkar turg'izishga oldirdimi aytavur Boburning shaharga birga kirish taklifiga chiroyliqcha o'zira yetib xo'shlashgan edi. Bobur taxtda o'tirish marosimini oddiy o'tkazdi. Ondan xazinani oshqizib, Baysungur Mirza ep ketishga ulgurmagan oltin kumush, uncha marvoyatlarni Bo'ston saroyining o'ttirisiga davlatkizib, amir sarkarlarining martaba to'pisiga qarab taqsimlab berdi. Bu boyliqdan hatto oddiy lashkarlarmi nasibisiz qolmadi. Ondan sarkarlarning shaharning har qaysi darvoza sepillariga joylashib, ho'shyor turishga buyurdi. Lashkarlar lashkargohlardan xohlagancha ayrilmasin, dedi u qattiq chekilib. Har birlarimi obdan bilishdilar. O'tgan yili kuzdagi 4 oylik qamal va bu yilgi 7 oylik qamalda Samarqand aholisini yiliga qurib ketdi. Deb o'tirmasammi, shahardagi ocharchilik, vayronchiliklarni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Ra'iyatning ilkida lashkarlarimizga bag'dak bir narsa yo'q. Shunga avomga xohlagancha seliq soladigan, zo'rlik qiladigan, bo'laydigan ishlar qat'iy sodir bo'lmag'ay. Navoda kim shundoq ishdan birini sodir qiladi ekan, kallasi hezi bo'lsin. Lashkar qilsa sarvoz, sarvoz qilsa sarkarda qo'shib yasoqqa tortiladi. Ko'cha rastlarga jakar chiqarib, avomning ko'nglini amin topqizg'ay. Samarqanddagi katta shaharda hisobsiz boylik, mol dunyo bor deb tama qilib yurgan sarkardalar qo'llaridagi in'omlarga ancha rozi bo'lmagan edi. Shu sababdan hammasinin degidek ko'ngli yermaydi. Boburning farmonini anglab, ilojisiz dardini ichiga yutishga majbur bo'ldi. Bo'ston saroyida yolg'iz qolgan Boburning birdinla olamga tonqib ketgan ko'k saroyni ko'rgisi kelib qoldi. Uning nemishqidu ko'k saroyda taxtda o'tirishga ko'ngli tatmagan edi. Shunlashqa Qosimbek Qovchin qatorliq amir sarkarlarining taxtda o'tirish marosimini ko'k saroyda o'tkazish taklifini chiroyliqcha rad qilgan edi. Mana endi yolg'iz qolganda ko'nglida birdinla ko'k saroyni ko'rib yiqish istigi qo'zg'aldida bir qancha navkarlarni agashtirib Samarqand o'rdasidagi bu mashhur saroyga keldi. O'zliklar bo'g'laridan Amir Temur Ko'ragan, Xoqoni Said Shohruh Mirza, Donishmand Mirza Ulug'bek, Bu Said Sultan degan saltanat nomi bilan mashhur bo'lgan Abu Said Mirzadan tortib, eng oxirida tog'asi Sultan Ahmad Mirzagacha bir qancha shavkatli hukmdorlarga shohnishim bo'lgan ko'k saroyning bezilishi haqiqatan hashamatli edi. Har bir hukmdor taxtda o'tirganda qaytadan bezatgan bu shahona saroyga tafsiliy nazar tashlagan Bobur Andijondagi saroyning to'liq oddiy ekanligini his qildi. Mavara undan hukmdor bo'lishga qo'yga tushgan xonzodalar nemishqa ko'k saroyda taxtda o'tirishga shuncha xushtar keyin desam. Aslida bu hashamatli shohnishining odamni jalb qiladigan mushundoq katta, ajoyib qorayib, tilsimotdek taraflari bor ekan-da. Bobur qaysi bir binokor, naqqosh, o'ymichi, yog'ochchi, sirchi hamda turli kasblarning egalari bo'lgan ustikor, san'atkorlarning olam shumul ijodiyatini namoyon qilib turgan o'zgacha loyihalangan tomto'rus, deraza takchilarga, oltin suyi yoltilgan qopartma shaklli gul nusxalariga, saroyning tagiga yotqizilgan marmar toshlarga, shoqratma shaklli fontanlarga, tomga esilgan ma'ruza, yo'lbos terisi, har xil nafs so'qilgan jang qurollarga, yoqut guharlardan ko'z qo'yib yasalgan oltin, kumush lo'nqa,
Şamdan çırak baylağa, çine, təxsə, piyolalarga, qoştashidan o'yib yasalgan turli san'at buyumlariga, derizlardagi zarchuvchilik yipak pardalarga, teni yo'pirmiqi oltindan, mevalari har xil rangdagi qoshtashi, yoqut, unchi marvoyatlardan shakl chiqarib yasalgan sarayning muvofiq joylariga qo'yilgan uzumtal, olma, o'rik, gilos, alocha, jinasta, shaptul modellariga havas bilan tafsiliy qarab chiqdi. To'rt tarafdagi 9 boylik marmar shoxsupining ustidagi yo'lanchuk, tutqush, qubbalari oltindan yasalgan hayvatlik taxtga xeyli uzoq qarab ketdi. Berib o'ltirib baqqisi kelgan bo'lsa-mu, vujudini vasvasiga selib turgan bu xiyoldan o'ziga zo'r g'ayrat berib voz kechdi. Yo'q, o'zingni tutib ol, Bobur. Bu taxtda hargiz o'ltirma. Mushu taxtda o'ltirgan nurg'un sho'rpeshani xonzorlarning tezlik hollasidan ayrilganligini esingda mahkam tut. Hozirmi? Buningdan keyinmi? Bu taxtda hargiz o'ltirma. Bek havas qilib ketsang, Bo'ston saroyini mushu ko'k saroyga taxlit qilib qaytadan remont qildirsam, bezasang bo'ladi emasmi? Elimi ne katta hukmdorlar armon qilgan Samarqand taxtigohini elkinga oldim. Mushuning o'zi yetarlik. Bobur mehrini uzanmagan holda nazarini taxtdan boshqa tarafga og'dirdi. 4 qavatlik bu saroyning har bir qavatining bezilishi, jabdulashi o'zgacha edi. 4-qavatni tomosha qilib etib, mushu saroyda kollasidan ayrilgan xonzodalarning ruh arvohlari atrofida cho'gilib yurayotgandek tuyg'uga kelib qolgan Boburning birdinla teni shurkandi. Vujudini g'ashlik chirmab oldi. Taxtning kundoshliqi xotinning kundashliqidan yomon deb anglab edim. Mushu taxtni deb jinidan ayrilgan xonzodalarning ruhi qo'rinib qolmish. Chiqib ketay. Bobur 5 yoshida Samarqandga bir qitim kelgan edi. Oradan 14 yil o'tib ketgan bo'lg'achqimi yoki bolalik aslimalari ko'ngil xotirasidan o'chib ketgachmi, ilgirki manzarlarni asliyanmadi. Ko'ksaroydan yenib chiqib, Ohanin darvozasining yanidagi Juma masjidini, Firoza darvozasiga ulug'lab yasalgan bog'i Dilg'ushadagi 2 qavatlik marmar saroyni, shaharning janub tarafidagi qal'ani, Toshqo'rg'ondagi Buzrukvar buvisi Amir Temur Ko'raganning qabrisi joylashgan Xon Jamati qabristonligi, Go'ri Amir maqbarasini, uning to'g'an tarafidagi Mirza Ulug'bek madrasasini va madrasaga yondosh selingan xonaqoning yanidagi turk montisi uslubida selingan Mirza hammomini, madrasaning janub tarafidagi masjidi Muqaddaini, bog'i maydonining o'ttirsidagi Chehil Sütun nomli 2 qavatlik oliy imoratni, bu imoratning to'rt burchagidagi ko'kka bo'y so'zgan sirti rangdor kohislar bilan bezalgan 4 munarni tafsiliy ko'rdi. Chehil Sütun degan 40 do'ruk degan so'z debdi izohatda. Go'ri Amir maqbarasida ajdodlarining ruhiga atab duo qildi. Masjidi laqlaqaga kirganda masjid gumbizining o'ttirsidagi yerga tepib, uningdan chiqqan laq-laq qilgan ovozni to'lim hayronlik ilkida tangshidi. Bu sirliq ovozga maftun bo'lib qoldimi yoki bolalik tuyg'ulari g'olib keldimi, aytavr gumbazning o'ttirsidagi yerga bir qancha qitim tepib o'ynadi. Bu imoratlarni ko'rib bo'lgandan keyin shaharning sharqidagi bog'i Dilg'usha, janubidagi bog'i Chinor, shimol tarafidagi bog'i Shamol, g'arb tarafidagi bog'i Behish nomli mashhur bog'larni, Darvish Muhammad Tarxonning Chorbeg'ini otliq ko'rib chiqdi. Eng oxirida ko'hak edirliqining etikida qad ko'tarib turgan Ulug'bek Rasadxonsiga bordi va necha 10 yildan beri tashlanib qolganlik uchun saynolarni o'tjib besib, tam to'g'rislarini o'michik to'g'ri qaplab ketganini ko'rib, ko'ngli to'lim yerim bo'ldi.
Ammo buyuk olim ham hukmdor Mirza Ulug'bekka bo'lgan hurmati hassilab oshdi va noinsof tuzkur o'g'li Abdullatif Mirzaning qo'lida nohaq o'ldirilgan bu donishmand hukmdorning ruhiga atab duo qildi. Bugunchi qaytib turay. Allah xolisa Fatihada Samarqandning olim ulamolarini yig'ib, anjuman uyushtirib, Rasadxonning qaytadan obodlashtirib olarman. 7 oy qamalda qolgan Samarqand shahrining tasvirligisiz xaroblashib ketganini, shahar aholisining vayrona, bechora turqini ko'rgan Bobur Samarqand taxtida o'ltirganidan qilchilik xushallik his qilolmadi. Shaybonixondan g'animat olgan oshliqlarni shahar xalqiga ulashtirgizib berdi. Amir sarkarlari uning bu ishidan xeyli norozi bo'lishdi. Podsho oliylari avomga yaxshiroq bo'lishga oldirgan bilan vaqti kelganda lashkarlarning gelini boqmoq tas bo'lurmikin, oz to'la lashkariy oziq-tulik zapas tursa yaxshi bo'ladi deb qo'dirashdi. Hatto o'ylaganlarini yuraklik o'tirib qo'yganlarmi bo'ldi. Ammo Bobur parvo qilmadi. Avam rayet so'ygan piyozdek bo'lib qopti. Ularni ocharchilikda qo'yib taxtda o'tirganimning nima foydasi? İlkimizde barını rayet bilen teng ko'rib turayli, dedi u. Bir oy o'tmayla ansirgan ish oxiri yuz berdi. Ochliq divonining amri oziq-tulikning tugay deb qolganligini ma'lum qildi. Ambarlardagi bor ochliq yana birar oy yetamdi, so'radi Bobur tamkinlik bilan. Har qaysi lashkargohlarni qisib tejab ta'minlasak, birar oy yetishi mumkin. Bobur ortiqcha gap so'ramadi. Beshini silib bir pas xiyol surdi. Atrofdagi tumanlarga oziq-tulik yig'ib kelishga lashkar avataydi, dedi Qosimbek Qovchin. Bobur bu peshqadam Amirning ko'ziga yolt etib qaradi. Shu topda uning kallasiga mushundaqroq bir xiyol kelgan edi. Ammo lashkar avatib dehqonlardan oziq-tulik yig'ishga toza ro'yi bormayotdi. Oziq-tulik bo'lmasa, rostdan chatoq chiqadi. Bo'pti. Hozircha ulardan o'tin hisobida alg'ashtiray. Keyinchi topshirilgan podshohlik, boyzilik, g'alib baroqlarini kechirim qilib, o'rnini to'liqlab berarman. Har qaysi lashkargohlarning sarkarlari 100 dan navkar elbilib, atrofdagi tumanlardan oziq-tulik yig'ib kelsin. Oziq-tulik berish bermaslikni avomning ixtiyoriga qo'ysin. Zinhor zulm silib majburlamag'ay. Nahayt afsuski, atrofdagi tumanlardan oziq-tulik yig'ishga ketgan sarkarlarning ko'pinchisi quruq qo'l qaytib kelishdi. Az to'la bir narsa yig'ib kelganlarning qo'lidagi ochliqning tilga og'chiligi yo'q edi. Chunki atrofdagi bu oymoq tumanlarni Ushxonzodaning to'xtamay etbagan taxt talashish janglarida yetkichi talon-tarojiga uchirgan edi. Samarqand shahrida ocharchilik vahimasi qaytadan bosh ko'tarishga boshlagan edi. Oshpuzul, navoiyxonalar butunlay taqalgan edi. Shahar xalqi oziq-tulik izlab shahardan 10 yuzlab chiqib ketib boradi. Boburga shahar birdan cho'ldarab qolgandek tuyg'u berdi. Podshoh oliylariga ma'lum bo'lg'ay, Yiroqqa ketgan elchilar qaytib keldi. Xos hujrasida besh qetib o'ltirgan Bobur pagohda qo'l bog'lab turgan Qosimbek Qovchinga umid bilan qaradi. Shahar fuqarolariga oziq ta'minlab berish tugul, lashkarlarga oziq-tulik yetkazolmagan Bobur ilojisiz Hirotdagi Sulton Husayn Boyqaradan oziq-tulik o'tnilish uchun elchi avatgan edi. Qanday bo'pti? Sulton Husayn Boyqara oliylari oziq-tulik o'tni berishga ma'qul bo'ptimi? Qosimbek Qovchin ko'zlarini qochirib turib javob berdi. Sulton Husayn Boyqara oliylarining yetkichi bosh og'rig'i bor ekan. Elchilarimizni quruq qo'l qaytiribdi. Boburning vujudini qaytadan umidsizlik tuyg'ulari chirmab oldi. Sulton Husayn Boyqara oliylarining qanday bosh og'rig'i bor ekan? Elchilar bilalabdimi? Elchilarning deyishicha,
Sultan Hüseyin Bayqara alileri oldingi yili Qunduz, Hisarga lashkar tatib kelishdan avval Baliqning tinchligini nazarda tutib, Baliqni cho'ng xonzodasi Batuzzaman Mirzaga berib, uning viloyati bo'lgan Astrabadni 3-xonzodasi Muzaffar Mirzaga bergan ekan. Ammo buning cho'ng xonzoda Batuzzaman Mirza norozi bo'libdi va o'g'lim Muhammad Mo'min Mirzaning xatni to'yda xonatam Astrabadni navrisiga beg'ishlagan edi. Amdilikda va'dasidan yenib olib, uni inim Muzaffar Mirzaga bas qandoq bo'ladi deb Astrabadni inisiga bergili unamapti. Oxir bu norozilik ota bola o'ttirisida lashkar tatib jang qilishga berib yetibdi. Orliqda Navoiy hazratlari o'ttirg'i tushib, sulh qilishga uringan bo'lsa-mu, ota bolani kelishtiranmabdi. Oxir Batuzzaman Mirza otasidan yengilib Baliqdan qochibdi. Sultan Hüseyin Bayqara alileri Baliqni 12-xonzodasi İbrahim Hüseyin Mirzaga beribdi. Dal shu kuni 3-xonzoda Muzaffar Mirza Astrabaddagi jiyani Muhammad Mo'min Mirza bilan jang qilib yengib olibdi. Hamda asirga tushgan ul jiyanining qallasini oldiribdi. Batuzzaman Mirza bu fojiaga chidamay, Qunduzdagi Mas'ud Mirza bilan Xusrav Shohning dargohiga panoh topib beribdi. Xusrav Shoh uning ziyoda e'tibor qilib ketgan maqondaq Xusrav Shoh bilan Mas'ud Mirza o'ttirsidimi jang bo'ptidek. Shuning bilan Batuzzaman Mirza Qunduzda turishga ro'y bo'lmay, tog' yo'li bilan Qandahordagi Sunun Arg'unning qishig'i beribdi. Oliylari qorong'i bo'lmasa kerak. U Sunun Arg'un Sultan Hüseyin Bayqara oliylarining martavalik amirlaridan ilkida sarkard lashkarlari xeyli bor. Sunun Arg'un Sultan Hüseyin Bayqara oliylarining martavalik amirlaridan ilkida sarkard lashkarlari xeyli bor. Hozir Batuzzaman Mirza Sunun Arg'un bilan birlashib xon otasiga qarshi lashkar tatibdi. Buni azlab Sultan Hüseyin Bayqara aliylarining 4-xonzodasi Ubul-Husayn Mirza isyon ko'taribdi. Hozir Xuroson tasarrufida Sultan Hüseyin Bayqara aliylari o'g'illarining isyonini besib turish bilan avar ekan. Endi Farg'onadan oziq-tulik yetkazmay amalimiz yo'qdek qiladi. Shundoq qilmaymi amalimiz yo'qdek qiladi, dedi Bobur chunqur uftatib. Biroq orliq xeyli bor. Farg'onadan Samarqandga oziq-tulik yetkazgacha lashkarlar nim bilan boqarmiz. Qosimbek Qovchin qanday javob berishni bilolmay beshini to'van soldi. Shu topda u Farg'ona bilan Samarqand orliqida ochliq to'shishga ketadigan vaqtni hisoblayotgandek qiladi. Boysunqur Mirza 7 oylik qamalda qanday bardoshlik bergan bo'lg'aydi. Elitin 2 oy bo'la bo'lmay beshimning ishchimi teshimi qaytyotdi. Boysunqur Mirza oziq-tulikning amalini qila olmay ilojisiz toj taxtdan voz kechishga majbur bo'lib ekan desa. Lekin men voz kechsam bo'lmaydi. Cho'qim bir amalini qilishim kerak. Inim Jahongir Mirza beshini ichiga tiqib yetib olib bordiqdan. Shu chaqcha biror xat xabarim yo'q. Hech bo'lmaganda Uznasan Isangursi uni boshlash kerak edi. Avatgan farmonim texchi qo'liga tegmaganmidi ya? Andijondagi zapasxon oshliqning imkon bor chepin qilmay turaylik deb o'ylab ekanman. Endi Mavlona Xo'ja Qozi hazratlariga chaparman ma'g'ussam bo'ladigan o'xshaydi. Chiqib aramalsizlar amir. Ertagacha bir amalni qilarmiz, dedi u Qosimbek Qovchinga ijozat berib. Amon bo'g'aylar oliylari. Qosimbek Qovchin asta chiqib ketdi. Bu yerda yolg'iz qolgan Bobur har qancha qilibmi qo'lisiga kirib olgan g'amdan qutulolmadi. Ko'z oldiga yili lashkarlari, yili shahar aholisi kelib oladi. Hammasi yigidek bir narsa talab qilib qo'lini sunayotgandek bilinadi. U shira ustidagi to'xu pachqi bilan behi besilgan pologa ishtihosiz qarab qo'ydi. Uni boya Qosimbek Qovchin kirishning oldida Bekovulbek akirib bergan edi. Men bu yerda polo yeb o'tiribdiman. Ammo ra'iyat bilan lashkarlar to'yg'idek umashmi ichanmayotdi.
Babur maqsadsiz holda Bulg'ar taşlıq dəftərini qo'liga oldi. Bu uning dadasi Ömər Şeyx Mirzaning vafotidan keyin Farg'ona taxtida o'tirgan kundan boshlab izchil turda yezib kelayotgan, hozircha voqei deb vaqtliq mavzu qo'yib qo'ygan kundalik xotirasi edi. U xotirani varaqlab etib, qallasini chirmab olgan g'amni vaqtliq unutdi-da, oxirgi betlarini o'qishga boshladi. Baysungur Mirza chiqqandan keyin bizga xabar keldi. Biz Xo'ja didoridan otlanib Samarqandga yurish qildik. Yo'l bo'yi mo'tivarlar, beglar va yigitlar uzilmay oldimizga kelib turdi. Rabiul avval oyining oxirida Samarqandga kirib, Ariqdagi Bo'ston saroyiga tushdim. Tangrining inoyati bilan Samarqand shahri va viloyati menga qarashli bo'ldi. Bu yerda Boburnoma Millatlar nashriyoti 1992 yil Uyg'urcha nashri 85-betdan ilinibdi. Xotirga yozilgan mushu qurlarning oxiri oq edi. Bobur bu qurlarni qaysi kuni mushunchalik yezib to'xtab qolganini aslayolmadi. Vujudida birdan xotirning davomini yozish istiki paydo bo'ldi. Xizmatkorni chaqirishga ro'yi bo'lmay, o'rnidan turib, tagchidagi siyohdan bilan qalamni elib keldi. Siyohdan qurib qolgan edi. Piyoladagi choydan ozroq temitib, qo'chib, siyohni azdi. Ondan qumush qalamni siyohdanga milab turib, biroz xiyol surib olgandan keyin xotirning davomini yozishga kirishdi. Yer yuzida Samarqandda go'zal shahar oz. O'rni 5-iqlimda. Tuli 99, ramzi nujumi 56, daraja 56 daraja va daqiqa. Arzi 30 daraja va daqiqa. Shahri Samarqand. Shahri Samarqand viloyati Mavara-un-Nahir deyiladi. Bu yana hech qanday dushman qo'liga kirgizishga muvaffaq bo'lmaganlik uchun balda-i mahfuz, ya'ni bexatar shahar deb atalgan. Samarqand aholisi Amrul Mu'min hazratlari zamonida musulmon bo'lgan. Sahobalardan Qusam ibn Abbos bu yerga kelgan. Hozir uning qabrisi Ahonin darvozasining sirtida bo'lib, Mozori Shoh deb ataladi. Samarqandni Iskandar bino qilgan. Mo'g'ul va turk ulusi Semizkent deydi. Temurbek bu yerni poytaxt qilgan. Temurbekdan burun bu yerni Temurbekdek ulug' podshoh poytaxt qilib boqqan emas. Qo'rg'onini sepil ustidan qadamlab ko'rishni buyurgan edim. 10,600 qadam chiqdi. Xalqi tamoman sunniy bo'lib, pok mazhablik, shariatchil, dindor xalqdir. Hazrat payg'ambarimiz zamonidan beri Mavara-un-Nahirda islom imomlari shunchalik ko'p yetishganki, hech viloyatdan bunchalik yetishganligi ma'lum emas. Kalom imomlaridan bo'lgan Shayx Abu Mansur Samarqandning Madrid degan mahallasidan bo'ladi. Kalom imomlari ikki farqi bo'lib, birini Maturidiya, yana birini Ash'ariya deb ataydi. Maturidiya Shayx Abu Mansurga mansubdir. Sahih Buxorining muallifi Xo'ja Ismoil Mavara-un-Nahirdan. Imom Abu Hanifa mazhabining eng mo'tabar kitobi bo'lgan Hidoyaning muallifi Farg'onaning Marg'ilon degan viloyatidan bo'lib, bu yermo Mavara-un-Nahir doirasiga kiradi. Samarqand ovod joylarining chetiga joylashgan. Uning sharq tarafi Farg'ona va Qoshg'ar bilan, g'arb tarafi Buxoro va Xorazm bilan, shimol tarafi Shosh va Panokit deb yoziladigan Toshkent va Shohruxiya bilan, janub tarafi Balx va Termiz bilan tutishadi. Ko'hak suyi shimol tarafidan oqadi. Daryo bilan Samarqandning orlig'i 2 quruq keladi. Bu daryo bilan Samarqand orlig'ida Ko'hak deb atalgan bir edir bor. Daryo shu edirning tubidan o'tadiganlik uchun Ko'hak suyi deb atalgan. Bu suvdan daryochi jismi bo'ladigan bir iqin ayrilib chiqqan bo'lib, Darg'am suyi deyiladi. Bu suv Samarqandning bir shar'iy janubidan oqadi. Samarqandning bog'lari, mahallalari va bir qancha tumanlari mushu suv bilan ko'karadi. Buxoro va Qorako'lgacha bo'lgan 30-40 yig'ochqa yaqin yer Ko'hak suyi bilan ko'karadi.
Mushundaq ulug' daryo ziroat bilan imoratdan oshmaydi. Balki yoz oylarida 3-4 oy Buxoroga suv yetmaymi qoladi. Izohatlarni o'qib o'tay. Tul boy o'qib o'tganda ma'u Tuli 99 deb o'qidik emasmi? Tul degan uzunluq meridian. Ramz, belge, alamet. Nujum, yulduzlar. Darija, gradus. Daqiqa, minut, sekund. Arz, kenglik, parallel. Iskandar Zulqarnayn. Shar'iy musofa o'lchimi, shar'iy degan musofa o'lchimi. Bir shar'iy 3 kilometrga teng. Yig'osh musofa o'lchimi. Bir yig'osh 8 kilometrga teng deb izohatladi. Üzümü, qo'g'ini, olmasi, anari, balki hamma mevasi yaxshi. Biroq ikki xil meva Samarqand nomi bilan mashhur. Sibi Samarqand, ya'ni Samarqand olmasi. Sohibi Samarqand, ya'ni Samarqand qizil soyvisi deyiladi. Babur xotirni barmoq beg'ishlari og'rib, qo'llari talg'ichi yozdi. Yuqoridagi Samarqand qizil soyvisi izohatlar. Yuqoridagi o'qib o'tilgan jumla Boburnoma millatlar nashriyoti 1992-yil Uyg'urcha nashri 85, 86, 87 betlardan ilindi deb izohatda. Shayxzoda darvosining yeniga joylashgan lashkargohning ichkarisidagi qoznaqni quyuq nash puruqi qoplagan edi. Bir necha parcha quruq non va birligan so'ngakdan boshqa yegidak hech narsa qolmagan dasturxonda Ahmad Tanbal, Xonquli Mirzo, Buyanquli Mirzo, Ibrohim Bagchak qatorliq bir qancha sarkarda orcha yig'ichida tishlarini ko'rishib o'ltiradi. G'izodan keyin chekkan nashining kayfidan bo'z kerak, ko'zlari xumarlashib ketgan edi. Samarqand sharobidan tepilgan bo'lsa, bir necha oqqurdan ichgan bo'lsa qandoq fayz bo'ladi? Dedi Ibrohim Bagchak kort tadbirini kekirib etib. To'yib bir qo'saq go'sht yeganlarga shukr qilsizlar sarkarda. Dedi Xonquli Mirzo qopqini turib. Kim biladi? At yigidek bir narsani topolmay osh qilamdiq dedi. Elimi Ahmad Tanbal bey janoblarining shafoati bilan paxlan go'shiga bir qitim kekirib oldik. İbrahim Bagchak Ahmad Tanbalga qarab xushomat qo'yliq bilan hijoydi. Janobi sarkardaga ko'p rahmat. Xudoya tova, Samarqandga nima armonlar bilan kelmagan edik-a? Qo'saq boqolmas holga tushib qolishimizni zinhor o'ylamagan ekanman. Shuni deysizlar, o'mashmi to'tiya bo'lib ketib boradi tong, dedi Buyanquli Mirzo og'ringan holda. Tomlari kumushdan, o'gizlari tillodan, bo'soqlari oltindan deb ta'riflanadigan Samarqandda bormoq tishlab qoldik desa. Aslida bu nomi ulug' supurus quruq shaharkan emasmi? Yanglishdilar janob sarkarlar, dedi kolti yutilib hamma og'zi qaratgan Ahmad Tanbal bilarmanlik bilan. Samarqandda oziq-tulik tugab tishkolarga bir narsa qolmagani rost. Ammo oltin kumush, unchi marvoyat, yoqut go'harlar o'ylig'imizdan ziyoda. Bu nima deganlari sarkarda? Bobur podsho oliylari shaharga kiribli xazinani ochqizib, bor mol dunyolarni Bo'ston saroyiga ochiq turib, o'lashtirib bagnini o'z ko'zimiz bilan ko'rgan tursak. Ahmad Tanbal masxirlik hijoydi. Ishinib qoplada. Bu degan ol Bobur podsho oliylari bilan amirlashkar Qosimbek Qovchinning elisi. Ashu kuni bizga o'lashtirib bergan oltin kumush, javohiratlar, xazindagi mol dunyolarning 10dan biri xolos. Sarkarlarning chiroyini gumon bulutlari qopladi. Ajabo podshoh oliylari oshundoqmi qilganmidi? Emaschu, dedi Ahmad Tanbal piyoladagi sovib qolgan choyni o'rt-o'rt qilib ichib etgandan keyin.
O'ylab beqisizlar. Amir Temur ko'ragandan tortib, neni Shavkatli xon podshohlar oston bo'lgan shahar bu. Ular ömür bo'yi jo'g'lagan behisob mol dunyolarni go'rga billa ep ketgan desam, hech qaysilari ishonmaydi-ku deyman. Amir Temur ko'ragandan tortib toki hozirgacha Samarqand taxti yotlarning qo'liga o'tib baqdimi? Yo'q, hargiz yo'q. Otadan o'g'ilga, o'g'ildan navriga, navridan chavrga miras bo'lib turdi. Ular xazinani ko'paytdiki, hargiz buzib tashmadi. Oziq-tulikning yeb tugatilgani rost. Ammo oltin, kumush, javohiratlarni yig'ib bo'lamdi. Samarqand xazinasini yo'tkab ketish uchun ming to'gaga otsimi, yana eshib qoladi. Boy Sungur Mirzaning jinini ep qochqini hammalarga ayon. Gapning bosqalisi shuki, bu mol dunyolarni ko'rib, Bobur podshohning ko'zi qizardi. Uning uchun jinini olqini ep turib jan qilgan bizdek sarkarlarga qo'liga mut kelgan xazinani to'liq ulashtirib bergisi kelmadi. Azaldan lashkariy yurish desa, mol dunyoni ko'z oldiga keltirib, yangi maylaydigan bu sarkarlarning vujudini shu topda norozilik, g'azab tuyg'ulari iskanchiga olgan edi. Ahmad Tanbal xeylidan beri ularni maqsadlik yeniga topgan, yaqinchilik qilib turgan edi. Bugun mo navkarlari nadindir bulab kelgan paxlanni ularga mardlik bilan pishirib bergan edi. Podshoh oliylari unda qisqandoq bo'ladi. Onun uchun jinimizni tikib ko'rsatgan to'hpimizning mukofoti shu bo'ldimamdi. Biz bo'lmasak Samarqandning bo'sug'isiga yaqin yo'llay olamdi. Nimanchi noinsoflik bu? Lashkarlarimizmi jafo tortqinlik tushliq o'ljiga erishamidi? Bobur podshohning adolati shu bo'lsa, tova ajab qipti. Xazina quruq bo'lsa-ku bir nari. Lashkarlarimiz siqimi to'lg'udak tillarga erishgan bo'lsa, hozir tortib atgan ocharchilik azobiga oz to'la tasalli bo'ladi emasmi? Sarkarlarning kutganidan ortiqroq g'azablanganini ko'rgan Ahmad Tanbal o't ustiga moy chechishga boshladi. Xon podshohlarning xazinasidagi boylik sarkar lashkarlarning o'ziqidir. Sadoqatman sarkar lashkarlarning o'ziqiga qarsangan podshoh hargizmi adolat sohibi emas. Bobur podshohning nazarida biz o'sha oltin kumushchilikmi bo'lamadik. Jangni qon kechib biz qildik-ku. Nabni podshoh bilan ul oshko'z Qosimbek qavchin oldi. O'ylab beqisizlar. Qosimbek qavchin bu qitimqi jangda biror yov lashkarining qallasini kesib baqdimi? Yo'q. Qilichini qinidimmi sug'urib baqmadi. Ammo bosh to'hpa yana shuning bo'ldi. Bu bo'lmabdi. Dedi boyi chekkan narsaning kayfi texchi qallasdan ketmagan Ibrohim Beychak das o'rnidan turib. Nima qilay deydilar sarkarda? So'rdi Ahmad Tanbal. Podshoh oliylarining dargohiga borman. Berib nima qiladilar? Adolatsizlik ustidan arz qilaman. Ko'rsatgan ajr to'hpamga tushliq in'om berishni talab qilaman. Ahmad Tanbalning chiroyi g'azabdan qaridi. Qopqini turib vaqirdi. O'tirsizlar. O'lgular kaptosidining. İbrahim Beychak pushildigan peti qaytadan o'ltirdi. Sizlarcha podshoh oliylari arzlariga quloq solarmi? Voy ranjimisizlar, xato qilibman deb oldilariga xazinani to'kib tashlarmi? Mumkin emas. Sizlarga fitna qilding, xonga tuhmat qilding deb gunoh ortib, ko'zin chimildatmayli o'limga buyuruydi. Aslida bordi. Boy Sungur Mirza qochqandan keyin xabar berib, qarshiliqsiz darvoza ichpagan Samarqand amirlarga yuz xatir qildimi? Bir qanchisini nohaq o'ltirib, qolganlarga hayvi ko'rsatdi-ku. Hozir oziq-to'lik tepib beramay besh qetib turganda, mo'shundoqli oldiga boradigan bo'lsalar,
Kallalarını elip başkalarımız sür gözetmeye kalmaydı. Eyliğo bir silikella, 10 serkerdi olsun közünü çimilditıp koymaydı. Әмісі ләшкерлерінің açlıktan qiynalıyotganını көріп тұрсақ bilmezki saldı ikimizde. Adalet degen nesi bağımız adi. Sorunni bir pes sükut kapladı. Adalet Babur padişahdı yok. Amma başqalardı bah. Dedi Ahmet Tembel heligerlik bilen. Serkerler onun teəccüb bilen qaradı. Bu nemi degenleri serkerdi? Ahmet Tembel hemrahlarının közüge tikilip durup sordu. Rast gepni anlıqları var mı? Elbette bulmamdıgan. Əmisi kulaklarını dın tutup anlaşsılar. Babur padişahda adalet bulmağını bilen, enesi Cahangir Mirza'da adalet var. Oltırğallar çöçüp bir-biriga qaraşdı. Ahmet Tembel xotirjamlik bilen gepini davamlaştırdı. Samarqandmi, xazinimi Babur padişahning bo'ldi. Ammo biz nimaga erishdik? Samarqandni ishg'ol qildik degan quruq ataqdan boshqa hech nimaga erishamadik. Babur padişah Samarqanddagi 10 shaharga ham shunchalik xazinaga erishsimi, bizning erishadiganimiz yana mo'shunchalik bo'ladi. Mansab martabamizmi o'zgarmaydi. Foydani faqat Qosimbek Qovchinning yaqinlari oladi. Qani, qaysimizning mansab martabasi o'stirildi? Hech bo'lmaganda Samarqandni olgandan keyin martaba unvon in'om qilish kerak edi. Nemishqa hozirgacha ishki baglar qatorida turaveramiz. Nemishqa bahodirlik, pahlavonlik unvonlari bizga yaqin kelmaydi. Ammo Jahongir Mirzoning qishig'i borsak, undaq bo'lmaydi. Jahongir Mirzo Farg'ona saltanatiga podshoh bo'lib taxtda o'tirsa, biz amirlik martabasiga erishib, o'rdada yuqori mansab tutamiz. Bahodirlik, pahlavonlik unvonlarini olamiz. Bu degan xonga osiylik qilish bo'ladi. Dedi vujudini vahim bosgan Ibrohim Begchak. Rost aytdilar taqsir. Dedi Ahmet Tembel uning ko'ziga tikilib turib. Ammo shuni unutmaslarki, biriga osiylik qilmay turib, yana biriga e'tiqod iqtido qilg'ili bo'lmaydi. Sizlar bundoq deganlari bilan Jahongir Mirzo taxtda o'tirishga petnanmasmikin? Dedi bu Yanquli Mirzo. Ahmet Tembel tamkinlik bilan javob berdi. Sizlar meni aqlidan ozg'andek jo'yilyotdi deb qolgan o'xshamamdilar. Ma'qul. Gap bu yerga kelganda har birlaridan nemisini yoshiray. Shul topda Jahongir Mirzo oqsida yo'limizga talmirib turyotdi. Ağam Ahmet Bey Talbaning Toshkentdagi Sulton Mahmudxon oliylarining dargohida orada ishchi qog'isi ham cho'ng xonzoda Sulton Muhammad Xonikaning bek atkasi ekanligini har birlari obdan bilishdilar. Ağam allaqachon oqsidagi Uznasan janoblar bilan maslahatini pishirib, Babur podshohning o'rniga enisi Jahongir Mirzoni taxtga o'ltirg'izish ishini kelishib qo'ygan. Bu dövrem Muhammad Saybon xon yengilib qaytib ketgandan keyin Sultan Mahmudxon oliylari jiyani bo'lmish Babur podshohdan qattiq ranjibdi. Biz Jahongir Mirzoni taxtga o'ltirg'izsak, Sultan Mahmudxon oliylari Babur podshohni emas, Jahongir Mirzoni qo'llaydi. Samarqandda ocharchilik jafosini tatib yurgandan ko'ra, ilkimizga lashkarlarni elib, darhol oqsig'i berib, Jahongir Mirzoga bay'at qiladigan bo'lsak, bu dargohda xo'rlik tatqinimizdan ming asli afzal emasmi? İbrahim Begchak gumansirgan holda Ahmet Tembelga qaradi. Aytqanlari rostmi sarkarda? Mo'shundoq ishqimi yeneklik qilg'il bo'lamdi? Dedi Ahmet Tembel so'zlariga astoydil tus berishga tirishib. Har birlari yaqin birodarlarim bo'lg'achqa gap qilmay g'ippi ketib tezib ko'nglim unimadi. Shunlashqa bo'lmuddadan xabarlantiray dedim. Ko'ngillarga xo'p kelsa birga ketamiz. Jahongir Mirzoning dargohida yuqori mansab martabaga erishib,
rohat farog'atni tan ko'ramiz. Navoda yo'q deysizlar, u ixtiyorlari. Vaqti kelganda jang maydonida ko'rishib qolamiz. O chaqda birodarchilikning yuzni qilmadi deyishib qolishmisizlar. Sultan Mahmudxon oliylarining shoni shavkati, kuch qudratini demisanmi, obdan bilishidilar. U kimni qo'llasa, qalbi nusrat shu tarafga yuzlanadi. Ondaq bo'lsa bu allaqachon pishib bo'lgan ishkan-ku, dedi İbrahim Bekçek. Bo'ldi, men sizga agashdim. Bo'ldi, beshimga kelganini ko'rarman. Men agashdim. Dedi bayatdan beri orsalda bo'lib turgan Xonquli Mirza. Sultan Mahmudxon oliylariga sarkashlik qilish kimmi petini olsin? Jahongir Mirza va Umar Shayx Mirzaning pushtig'i baribir. Bobur podshohning badniyatligini bilib turib, men bor uning dargohida. O'zlaricha sarkarda. So'rida Ahmad Tanbal bu Yanquli Mirzaga qarab. Tavkadimi omad kammasi o'rin yangishlaymiz emasmi? Dedi bu Yanquli Mirza nashini to'la chekib sarg'ayib ketgan tishlarini chiqarib hijoyig'inicha. Pasbon yangishlab baqmamdoq. Samarqandda erishamagan mol dunyo martabaga Farg'onada erishib qolamdoq dedi. Uning bu so'zlarini anglab boshqalar xirildab kulishdi. Ko'ngillarni yerim qilishmisizlar? Dedi Ahmad Tanbal kulgisini to'xtatib. Samarqand xazinasi omonat bo'lib tursin. Ul xazinani Bobur podshoh nega mep ketalaydi? Keyin bo'lsin nasibimizni hamon olamiz. Og'zi bermagan enis aslab beramdi o'taqi. Amis yo'lga qachon chiqamiz? So'radi İbrahim Bekçek. Maslahat pishqandikin saqlab turmaydi deymina. Appalli, ko'nglimlikini dedilar. Dedi Ahmad Tanbal hayajonlangan holda. Oldi bilan Xonquli Mirza bilan bu Yanquli Mirza ikkilari mansılar. Ondan İbrahim Bekçek mansu. Kaminlargan bir qancha birodarlarni da'vat qilib baqqash, orqidiroq mangay. Navod Bobur podshoh bilib qilib qo'g'lashga lashkar avassa, har qaysilarini himoya qilaman. Elkilarda bor lashkarlarni bilib etmashni unutib qilishmisizlar? Albatta shunday qilamiz-da. Sarkarda kirgan kechikka lashkarmi kiradi? Üç sarkardaning yeni bilishidan ansirgan Ahmad Tanbal avval ularni mang'izishni ko'ngliga pukkan edi. Amisi shunday qilaydi, oqsa yo'lida jam bo'layli. Ular maslahatni pishirishgandan keyin tarqashdi. Haftadan beri og'rib o'rin tutib yotgan Boburning maktub tutib turgan barmoqlari sezlarlik titradi. U amir sarkarlarining oldida chandırmaslik uchun ichidan qopsab kelgan ochiqni besib yotdi. Shundaqdimi qo'shimlari turilib, ko'zlari chaqchiyib ketgan edi. Andijondan orqa-marqa yetib kelgan ikki parcha maktub ko'ngil aromini buzib, yuragini chidag'isiz azoblayotdi. Bu maktubning birini Mavlona Xo'ja Abdulla Qozi, yana birini mo'milari Eson Davlat xonim bilan Shoh begim va onasi Qutlug' Nigor xonim yozgan edi. Her ikki parcha xatning mazmuni kollasida to'xtamay jaranglaydi. Ey shafqatli podshoh oliylari, ushbu maktubni topshirib olgan hamon darhol Andijonga qarab yo'lga chiqqayli, deb yozgan edi Xo'ja Abdulla Qozi. Samarqandda fitna fasod tarqitib, saltanatga osiylik qilib qochgan Ahmad Tanbal, İbrahim Bekçek, Xonquli Mirza, bu Yanquli Mirza qatorliq tuzkor munofiqlarning oldini to'sib, adabini berish hamda tutib dargohlariga avatish xususidagi yorliqlarni topshirib olgandan keyin Andijonni Ali Do'stag'oyga topshirib, darhol bir bo'lak lashkarlarni elib, oqsiga yurish qildi. Kim bilsin, bu fitnani qo'zg'agan va ul tuzkorlarni Samarqanddan qochib kelishga quturatgan hamda inilri Xonzoda Jahongir Mirzani toji taxt vasvasasiga selib, yomonlikqa boshlagan kishi dal oshu oqsa hokimi Uznasan degan noahli ekan emasmi? Kaminlar berib bo'g'cha ular oqsida jam bo'lib, yomon niyatlarini oshkorlab, qarshiq maydoniga o'tib bo'pti. Har qancha nasihat qilibmi, bu munofiqlarni niyatidan yondiramadi. Oqsiga ilib borgan lashkarlarim oz bo'g'ashqa, ular bilan jang qilish mumkin bo'lmadi.
İlojsiz darhol qaytib Andijonni muhofizat qilishga tutindi. Ular Bobur podsho oliylari Samarqandni olgandan keyin Andijonni inisiga berish kerak deb yo'lsiz talab qo'yishyapti. Balkim bu ma'lumot dargohlarga berib bo'lsa, ular Andijonga lashkar tortib kelib bo'lishi mumkin. Ammo xotirjam bo'lsizlar, beshim tenimdili bo'ladi ekan, ularni Andijon bo'soqsiq dastatmayman. Uningcha shohimizning tezroq yetib kelishini iltimos qilaman. Aqlsiz inalari Jahongir Mirzo, Uznasan, Ahmad Tanbal qatorliq tuzkorlar bilan birlashib oldi. Ol batniyat silining saltanatlarini bekor qilib, Andijon taxtigohida o'ltirmoqchi ekan. Nurg'unlagan lashkar bilan kelib, Andijonni qamal qilib oldi. Biz hozir muhosirada qoldik. Nasiyat qilmoqchi bo'lgan bo'lsaqmi, biz bilan ko'rishishni rad qildi. Niyati bekmi yomon turdi. Shohbegim bilan ikkimizning muomala hurmatimizga rioya qilmadi. Darhol kelib bu isyonni besiqtirmislar, qutulmoqimiz tas. Samarqand Andijonning kuchi bilan elingan edi. Amdilikda Samarqandni deb Andijonni qo'ldan berib qo'ydigan ish bo'lib qolmasin. Ushbu xatni topshirib olgan amon o'ltirgan bo'lsalar tursizlar. Turgan bo'lsalar darhol mang'sizlar. Andijonlik qo'llarda bo'lsa Samarqandni yana olg'ili bo'lar. Otimiras taxtigohlarini hammadan katta deb bilgaylar. Bu ikki mo'misi bilan onasining yozgan maktubi edi. Boburning ochiqini keltirgan ish bu ikki parcha maktublar emas edi. Ahmad Tanbal İbrahim Baychaklarning qechib ketganini ichga sig'dirolmay turganda, 2 kun avval Toshkentdagi tog'asi Sulton Mahmudxondan uning Samarqandni olganligini tabriklab bir parcha maktub kelgan edi. Sulton Mahmudxon maktubida uning Samarqandni olganligini tabriklaganda qilg'ini bilan amaliyotda Andijonni uch-qashqar o'ziga berishni so'ragan edi. 2 kundan beri tog'asining bu yo'lsiz talabi sababli ichi ochiq bo'lib turgan Boburga aqlsiz inisining taxt da'vosi qilib isyon ko'tarishi texmi ig'ir kelgan edi. 2 yildan beri Samarqandni elish uchun oz jafo tortmadi. Nurg'unlagan sadoqat bilan bahodir sarkard lashkarlarimdan ayrildim. Bu jarayonda tog'am Sulton Mahmudxon menga yordam berishni xayolig'imga keltirib qo'ymagan edi. Hatto menga yordam berish tugul Boysungur Mirzaga bo'lishib, Shaybonixonni nurg'un lashkar bilan avatgan edi. Mana endi Samarqand qo'limga kirib bo'lguncha nomus qilmay Andijonni so'rayotganini qaramamdigan. Men degan uning jiyani u. Andijon mening qo'limda tursa, uning saltanatiga nima ziyni bor? Uning ustiga Andijon otimiras taxtigohim tursa, uni mendan so'rashga nima haqqi? Mushundaqmi yo'lsizlik bo'lamdi jahonda. Shu chaqqicha uni tog'am emas, otam o'rinda ko'rib, hurmatlab kelyapman-ku. Shu kunlarda Uznasan bilan Ahmad Tanbal birlashib, osiylik tug'ini ko'tarib chiqib, Andijon taxtida inim Jahongir Mirzani o'ltirg'izmoqchi bo'lyapti. Lashkarlarimning bir qismini ul tuzkorlar agashtirib ketdi. Tog'am bularni bilmasmi? Cho'qim biladi. Bilib turib meni tariyada qistavotdi. Bu uning meni ko'zga ilmg'anligi bo'lmay nima? Men bundoq zo'rlikni hargiz ko'tarmayman. Uxlab tush ko'rmisan. Andijonni ul insofsiz tog'amg'imi, aqlsiz inimg'imi bermayman. Qani ular nima qila oladi ekan? Oliylarga ma'lum bo'lg'ay. Bobur xiyolini yig'ishtirib o'daychi bekka qaradi. So'zla. Tuzko'r sarkarlarni qo'g'lab ketgan qo'shindan xabar keldi. Ular ichki suvarisida qochqinlarga yetishib, ular bilan jang qildi. Sarkar To'lonxo'ja qazo qildi. To'lonxo'ja Boburning ishonchlik, sadoqatman sarkardasi edi. Bobur Ahmad Tanbal İbrahim Baychaklarning qochqinidan xabar topgandan keyin ularni qo'g'lab tutishga To'lonxo'jani avatgan edi. Üstlab kelgan shum xabar Boburning yuragini minglab bigiz sanjigandek azobladi. Beshi pirrida qayib, ko'z oldi qorong'ulashdi-da, taxtga yo'linib qoldi. Boburning ruhiy holatini kuzatib turgan Qosimbek Qovchin yugurib keldi. Olilari, nima bo'ldilar?
Babur ko'zini tasta ochdi, ammo tili gapga kelmadi. Babur bir haftadan beri yeli qizib, yeli muzlab, mag'dursizlanib, o'rin tutib yetib qolgan edi. Bugun sal mag'durga kelgandek bo'lib, Bo'ston saroyiga chiqqan edi. Olilarni ko'tarib o'jirga kiringlar, tiyib xabar beringlar. Baburning tuyuqsiz zuvandan qelishi o'rdadagi amir sarkarlarni qattiq sarosimga selibdi. Kasallik azobi bilan g'azab birlashib, Baburni yiqitgan edi. O, shu yotqancha 4 kungacha gap so'zdanmi, tomoq qizadanmi qoldi. O't kavob bo'lib qiziydi. Pat-pat jo'ylaydi. Mahramlar og'zi paxta bilan suv temitatdi. Qizitmasini yondirish uchun peshonasiga, qo'ltig'iga, teqimiga ho'l matoq qo'yatdi. Tiyiblar texchi uning kesilini aniqlayolmayotdi. Bu ish o'rdadan halqib Samarqand shahriga allaqachon pur ketgan edi. Bobur podsho oliylar ig'ir kasalmish. Sakratga tushib qopti. Tiyiblar hayotidan umid yo'q deyishibdimish. Qosimbek Qovchin oxiratlik ishlarga tayyorlik ko'rayotganmish. Yaqay, Bobur podsho oliylar allaqachon jon taslim qilib bo'lganmish. Qosimbek Qovchin amir sarkarlarning qalaymqonchilik chiqiridan ansirab, bu ishni xufiyona tutganmish. Inisi Jahongir Mirzani baglari taxtda o'ltirg'izib bo'lganmish. Og'isining o'rnida Samarqand taxtida o'ltirish uchun lova lashkarlari bilan kelayotganmish. Sulton Ali Mirzo Samarqand taxtini ko'zlab Hisardan lashkar tortib kelayotganmish. Boysungur Mirzo bilan Mas'ud Mirzoni qarab turmasa qachon Samarqand yana yog'i balosida qoladi ekanda. Ey Tangrim, har na balo qazodan o'zing saqlag'aysan. Xon podshohlarning ko'ngliga insof bergaysan. Helmo yog'i optida 10 jinimizning biri qolmadi. Nima tatquliq bu bizga? Hamma dard alamni ra'yat tortadigan gap. Kun o'tkizgida ro'zg'orimiz qolmadi. Terix tugul kepakmi tutiya bo'lib ketdi. Yana mushundoq bo'laversa, Samarqandni tashlab yoq yurtlarga ketmakdan boshqa choramiz yo'q. Bo'ldi, men ketaman. Turaversam bolvaqlarim ochliqdan o'lib ketadigan o'xshaydi. Bobur podsho oliylar hayotgan. Rostmi? Rost bo'lmay. O'rdadan olgan ishonchli xabar bu. Lekin kasalning ig'irligi rostgan. Qanday kasalkan? Bunisini bilmadim. Lekin til zabondan oshtaomdan qopdi. Podsho oliylarining kesligi Alloh egam o'z shifoliq beri. Shunda kasal degan patmonlab kirib misqillab chiqadi emasmi? Yosh bo'g'iniga qarmay, xeyli adolatli podsho edi. Samarqandni istilo qilgan qaysi bir podsho lashkarlarga avomni bulatmagan edi deslar. Lekin Bobur podsho lashkarlarni bu ofatdan to'sib qolgan edi. Tex oziq-tulik ulashtirib bergan edi. Bundoq adolatli podshohdan bu iqlimda yana biri tepilmas. Xon podshohlarning ko'ngliga yaratgan Alloh egam o'zi insof berdi. Shahar xalqi bir-birlab qechishga boshladi. Buni ozdab Ahmad Tanbal qochgan vaqtda ko'ngliga vasvas selib qo'ygan sarkarlardan bir nechasi Boburdan umidini uzib, mansab martabalarini saqlab qolish tamasida lashkarlarni elib Jahongir Mirzoni panoh tortib qechib ketdi. Qosimbek Qovchin ularni to'sib kelishga hech qanday amal qilolmadi. Qochqonlarni qo'g'lab qaytarib kelishga sarkarda buyurmadi. Qanday qilamiz amir lashkar janoblari? Dedi Shirim tog'oyi tit-tit bo'lib. Ra'yat bilan lashkarlar xuddi uvusiq suv kirib ketgan cho'millardek qechishyotdi. Qorimiz bo'lmay shunda qarab turaveramizmi? Nima amal deydilar? Dedi Qosimbek Qovchin hasratlik urib. Ularni bog'lab qo'yishning, so'lab qo'yishning o'rni yo'q. Mayli, qechiversin. Pamimcha ular podsho oliylarining umidsizlanib emas, ochliq azobiga bardostlik bermay qechiyotdi. Ko'ryotdilar, Samarqandda yegidek bir narsa qolmadi.
Şəfqətlik Allah egəm, padişah ailələrinin kesiligi tezroq şifolik bersə, Andijonga sog'-salomat berib olsaq, ular yana qishimizga qaytib keladi. Qibligahimizdan yüz o'rib ketishini ixtiyor qilganlarga shaharning darvozasi ochiq. Sadoqat, vafodorlik degan mana mushundaq vaqtda sinaladi. Ammo men hargiz ketmayman. Ketish ketmaslik haqida ikki to'yin bo'lib turgan amirlar Qosimbek Qovchinning gapini anglab, xijillik bilan beshini to'van selishdi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.